Barzumda shunaqangi chirk bo'lgan dimoxotimizani rishotkalarni bittada top-toza qilamiz. Ko'rsanglar bo'ladi, yaxshilab mana ko'rsatdim sizlarga chirk bo'lgan joylarni. Videoning oxirida posle holatini sizlarga ko'rsataman. Buning uchun bizga hamyonbop bo'lgan Billur brendining antijirlari kerak bo'ladi. Antijirni ishlatishdan oldin qo'limizga perchatka kiyib olamiz. Antijirimizni olib, dimoxotimizning setkasini hamma joyiga tekkizgan holatda sepamiz. Sep bo'lganimizdan keyin shunday holatda 5 minutga o'tishga qoldiramiz. 5 minutdan keyin ko'rsanglar bo'ladi, antijiri foydasini tezda osongina chirklardan bizani xalos qiladi. Hech qanaqa kuchlasiz, shundoqqina yurganinglarning o'zida top-toza bo'ladi. Qaranglar, chirklari 5 minutda ivib tushdi. Endi buni oddiygina gubka va Billur universal geldan foydalangan holatda hech qanday kuchlasiz, oddiygina ishqalab top-toza qilib olamiz. Undan keyin esa iliq suvda chaygan holatda mana posle holatini ko'rsanglar bo'ladi, top-toza bo'lgan. Hech qanday kuchlarsiz, asablarni ketkazmasdan 5 minut ichida dimoxotimizning setkasini Billur antijiri bilan top-toza holatga keltirdik. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling.